Ha endi erga tegmaganimizgacha shunaqa uchrashuv yuramiz. Birinchi bo'lib shpaklovkalarimizni to'g'irlab olamiz. Albatta uchrashuvga bunaqa pijamada ketmaymiz. 1 2 3 dadam, Jono Hamida tayyor. Bungi uchrashuvimiz oddiy uchrashuv emas, juda ham nozik uchrashuv. Nozik uchrashuvga mos keladigan nozik atir ishlatishimiz kerak. Bu albatta Lovers feromonlari. Bu atirni sepganingizdan keyin 10 kilometrdan ham hidi kelib turadi. Hammani e'tibori sizda bo'ladi. Voy, o'la Hamida nozik uchrashuvga ketaman deb shuncha atir sepmaydi-ku. Sizlarga to'shni yoqadigan tomoni bu atirga qo'shib shunaqa 6 xil original atirlar ham qo'shib berishadi. Xullas bitta atir sotib olib bemalol 1 yil sepib yursangiz bo'ladi. Eng qulay tomoni o'zingiz bilan sumочкangizga solib yursangiz ham bo'ladi. Aldanib fake mahsulot olish xohlamasanglar ekranga yaqinroq kelinglar. Men sizlarga original tovarni qanaqa bilish yo'lini ko'rsataman. Telefoninglarni atirga teqsanglar mahsulot o'zini saytiga kiradi. Bu yerda original degan belgini ko'rishingiz mumkin. Tovar haqida hamma ma'lumotlar bor. Bo'ldi qizlar, Jono opalaringiz tayyor. Paka. Voy, ha, aytgancha atirni qayerdan olaman deb o'ylayotgan bo'lsanglar, pastdagi ssilkani bosib ro'yxatdan o'tinglar. Qo'linglargacha tekinga olib kelib berishadi.